Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Husanovni o'ynatmayotgan Gvardiola Citydan ketishini aytdi. Qishki transferlar davrida Manchester City o'z tarkibiga Abduqodir Husanovni qo'shib olgandan keyin shaharliklarga ishqibozlik qiladigan o'zbekistonlik futbol muxlislari soni keskin oshdi. Hamyurtimiz Abduqodir hurmatidan Josep Gvardiola jamoasiga oid xabar, yangilik va tahlillarni alohida qiziqish va e'tibor bilan kuzatib kelmoqda. Ayni paytda Manchester City tarkibi qayta shakllanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Har kuni turli manbalar tomonidan shaharliklarga oid ma'lumotlar tarqalyapti. Sports.uz portali Manchester City faoliyatiga tegishli ma'lumotlarni o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etishni ma'qul topdi. Infotime esa o'qib beradi. Rodri qachon o'ynaydi? Futbol olamidagi eng nufuzli individual sovrin Oltin to'pning amaldagi sohibi Rodri og'ir jarohat tufayli mavsumning katta qismini o'tkazib yubordi. Manchester City muxlislarini ispan futbolchisining qachon maydonga qaytishi qiziqtirib keladi. Bosh murabbiy Josep Gvardiola bu masalaga oydinlik kiritdi. Mashg'ulotlarni boshlab yuborgan Rodri shifokorlar unga ruxsat berishi bilan o'yinni boshlaydi. Meni bu haqda shaxsan xabardor qilishlari aytilgan. Hozir Rodri o'zini yaxshi his qilyapti. Muntazam mashg'ulotlarni o'tkazmoqda. Lekin biz uni darrov maydonga tushirib, tavakkalga qo'l ura olmaymiz, dedi Josep Gvardiola. 2024-yilgi Oltin to'p sohibi joriy mavsumda Angliya Premyer Ligasida atigi ikkita uchrashuv o'tkazib, tizzasidan olgan jarohat tufayli uzoq muddat davolanishda bo'ldi. Gvardiola futboldan charchadi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola klubdan qachon ketishi va shundan keyin nimalar bilan shug'ullanish haqida gapirdi. Odamlar meni o'zlari qanday istasa shunday eslab qolsin. City bilan hamkorlik shartnomam tugashi bilan men ketaman, bunga aminman. Shundan keyin murabbiylik faoliyatimni yakunlaymanmi yoki yo'q, buni aniq bilmayman, biroq tanaffus qilishim aniq. Meni qay tarzda eslab qolishlarining ahamiyati yo'q. Har bir murabbiy g'alaba qozonishni istaydi, o'zidan yaxshi nom qoldirishga urinadi. Men Barselona, Bavariya, Manchester City ishqibozlari mening qo'l ostimdagi jamoalar o'yinini kuzatishdan bahra olganiga ishonchim komil, dedi Josep Gvardiola. Ta'kidlash joizki, ispaniyalik mutaxassis noyabr oyida klub bilan amaldagi shartnomasini yana 2 yilga uzaytirib, 2027-yilning yozigacha Etihad Arenada qolishga rozilik bergan edi. A Seriya o'yinlari yakunlanishiga 4 ta tur qoldi. Demak, mashhur bosh murabbiy Claudio Ranieri Roma klubini boshqa hamkasbiga topshirishiga shuncha o'yin bor. Oldindagi raqiblarning barchasi musobaqa jadvali birinchi qismidan joy olgan. Fiorentina, Atalanta, Milan va Torino kabi jiddiy jamoalardir. Jamoalar oldingi finalga teng 4 ta o'yinda g'olib chiqish vazifasi qo'yilgan. Shu orqali jamoa 7 mavsumdan keyin Chempionlar Ligasiga qaytish imkoniga ega bo'ladi. O'tgan turda Inter maydonidagi g'alaba Romaga har qanday raqibni mag'lub etish mumkinligini ko'rsatmoqda. Shunga qaramay 73 yoshli Ranieri mavsum tugashi bilan lavozimini topshirishni aytgan. Rimlik mutaxassis 4-may kuni Fiorentinaga qarshi bo'ladigan o'yin oldidan jamoasi, xususan keyingi paytda rimliklarning asosiy o'yinchilaridan biriga aylangan Eldor Shomurodov haqida ham gapirib o'tdi. Claudio Ranieri Shomurodov haqida. Eldor Shomurodov jamoaning muhim o'yinchisi bo'la oladimi? Eldor hozirning o'zida Romadagi asosiy figuralardan biri. U jamoaga foyda keltirish uchun borini berib o'ynaydi, yugurib to'xtamaydi. Mening futboldagi falsafamning o'zi ham shunday. Har bir o'yinchi maydonda bor imkonini ishga solishi, oxirigacha kurashish kerak. Men Eldorni aynan mana shu xususiyat uchun yaxshi ko'raman. U tilla bola. Tabiiyki, o'yin davomida ayrim xatolarga yo'l qo'yadi, lekin Eldor hech qachon to'xtamaydi. Oxirigacha kurashadi va hammaga bosim o'tkazadi. Maydonning boshqa burchagiga borish kerak bo'lsa, o'sha yerga yetib borib, kurashga kirishadi. Bir so'z bilan aytganda, Eldor o'zini ishga to'liq bag'ishlaydigan yigit va shuning uchun ham rimlik muxlislar uni yaxshi ko'radi va doim ko'rsatayotgan harakatlari uchun Shomurodovdan minnatdor bo'lib kelmoqda, dedi Claudio Ranieri. Eslatib o'tamiz, Eldor Shomurodov 2021-yildan beri Roma o'yinchisi hisoblanadi. Orada 2 marotaba Spezia va Cagliarida ijarada o'ynab keldi. Joriy mavsum O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori uchun Romadagi faoliyati davomida eng muvaffaqiyatlisi hisoblanadi. 29 yoshli hujumchimiz 2024-2025-yilgi mavsumda A Seriya Italiya Kubogi va Yevropa Ligasida jami 33 ta uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasini 7 bor ishg'ol qildi va jamoadoshlariga 4 ta golli pas uzatdi. Shomurodovning Roma klubi bilan amaldagi shartnomasi 1 yilga uzaytirilib, legionerimiz 2027-yilning yarmigacha Rimda qolishi belgilangan. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.